Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun bizning Zen 0 dan seriyamizni, ya'ni challenge'imizni 3-darsi. Keling avval qisqacha eslaylik. Birinchi darsda Zen nima ekanligini, ikkinchi darsda kanalimizni qanday to'g'ri ochishni o'rgandik. Ya'ni o'sha VKontakte orqali kanalimizni to'g'ri ochib oldik, uladik, ularni sozlash ishlarini bajardik. Bugun esa juda muhim savol. Zen'da qaysi formatda yozsam, algoritmda ko'proq ko'rinaman va ko'proq pul ishlayman. Zen'da asosiy 4 ta format bor. Bular maqola, post, video va qisqa roliklar. Bularning har biri boshqacha ishlaydi, boshqacha pul olib beradi yoki umuman pul olib bermasligi mumkin. Shu 4 ta formatni bugun batafsil ko'rib chiqamiz. Oxirigacha tomosha qiling va eng muhim sirni oxirida aytaman. Birinchi va eng muhim format bu maqola. Zen'da buni statiya deydi. Maqolaning sarlavhasi 140 belgigacha bo'lishi mumkin. Matn hajmi esa cheklanmagan. Qanchalik uzoq yozsangiz shunchalik yaxshi. Nima uchun? Chunki Zen sizga o'quvchi sarflagan vaqt asosida pul to'laydi. Qancha ko'p auditoriyani o'zingiz ushlab qolsangiz, ya'ni qancha vaqt sarflasa, bu yerda qancha maqolangiz uzunroq bo'lsa, masalan 20 minutlik, 25 minutlik, eng qisqasi 10 minutlik bo'lishi kerak, 10 minutdan oshiqroq bo'lishi kerak. Ana shunda sizga vaqt to'laydi. Qanday hisob? Muallif tajribasiga ko'ra, faol o'qishning har daqiqasi uchun taxminan 5 tiyindan to'laydi. 5 tiyindan. Ozgina ko'rinadi, to'g'rimi? Lekin hisob qiling, agar 1000 ta odam sizning maqolangizni o'qisa va har biri 5 daqiqadan sarflasa, bu 5000 daqiqa degan. 5000 daqiqa. 5000 ga 5 tiyinga ko'paytiring, 250 rubl. Faqat bu bitta maqoladan. Siz kuniga bitta chiqarsangiz 250 rubl topar ekansiz. Agar 1000 ta odam o'qisa, u yerda juda ham ko'p, masalan 18 mingta, 20 mingta, 1 milliontagacha o'qishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Maqolangizda qanchalik chiroyli chiqishiga bog'liq. Endi tasavvur qiling, haftada 3 ta maqola, oyda 12 ta, har biri 1000 ta o'quvchi deb hisoblang. Maqolaga rasm qo'shish ham muhim. Har 300-400 so'zda bitta rasm joylashtiring. O'quvchi charchamasdan davom etadi. Eng muhim qoida, matn original bo'lishi shart. Boshqa saytdan ko'chirsangiz, algoritm sezadi, sirasi sezadi, sizni bloklashga olib kelishi mumkin. Maqola bu sizning asosiy daromad manbaingiz hisoblanadi. Shuning uchun kanalingiz 70% maqoladan iborat bo'ladi. Ikkinchi format bu post. Bu maqoladan kichikroq, lekin undan kam emas, muhimi. Ya'ni post maksimal belgisi 2000 tagacha bo'lishi mumkin. Bu taxminan yarim sahifa matn, shuningdek birdan 10 tagacha rasm qo'shish mumkin. Galereya kabi ko'rinadi, juda chiroyli bo'ladi. Post ham monetizatsiya qilinadi, ya'ni pul olib keladi, lekin maqoladan kamroq, sababi o'quvchi postda kamroq vaqt o'tkazadi. Asosan sizning maqolangizni ko'radi xolos. Xo'sh, post qachon yoziladi? Post yozishdan maqsad birinchidan yangi maqola chiqqanini e'lon qilish uchun. Ya'ni siz maqola chiqaryapsizmi? Mana shu maqolangizni nima qiladi? Oldindan reklama qilib beradi, ya'ni e'lon qilib beradi. Ana shu post sizni yangi maqolangiz uchun bu reklama hisoblanadi. Uchinchidan savol-javob uchun. Ya'ni qisqa sizning kanalingizda yangi qaysi format ko'proq ishlaydi? Obunachilarga savol bering, ularga javob beradi, faollik oshadi. Maslahat, sizga bir kichkinagina maslahat aytib beraman. Har kuni post yozing. Maqolani esa haftada 2 marta. Kuniga agar maqola 2 tadan joylab borsangiz, tezroq natijaga erishasiz. Kuniga 2 tadan. Kamida haftasiga 2 ta, 3 tadan. Uchinchi format bu video hisoblanadi. Va bu yerda juda muhim yangilik bor. Shu yangilikni bilmasangiz, behuda ishlaganingiz bo'ladi. Zen'da video yuklash mumkin, 4 soatgacha video yuklashimiz mumkin. Lekin 2025-yil apreldan boshlab video uchun monetizatsiya, ya'ni pul to'lamaydi Zen. Bu ko'pchilikni hayratga soladi. Unda video nima uchun kerak degan savol bo'lishi mumkin. Kerak bizga. Video orqali yangi obunachi jalb qilasiz. Obunachi esa kanalingizdagi maqolalarni o'qiydi. Maqola esa pul olib keladi. Ya'ni video bu o'quvchini jalb qilish vositasi, to'g'ridan-to'g'ri daromad manbai emas. Shuning uchun videolaringizda doim ayting, bu mavzu haqida batafsil maqolani Zen kanalimda yozdim. Havolani tavsifida toping va maqolaga yo'naltiring. Ya'ni siz video orqali maqolangizga yo'naltiring.
Bu strategiya ishlaydi. YouTube'dan kelgan o'quvchi Zen'da maqolangizni o'qiydi, siz pul ishlaysiz, ikkita platforma birgalikda kuchli kombinatsiya bo'ladi. 4-format qisqa roliklar. Bu YouTube Shorts va TikTokga o'xshash vertikal qisqa videolar. Bular ham monetizatsiya qilinmaydi, lekin eng katta auditoriyani jalb qilish imkoni bor. Nima uchun? Chunki qisqa roliklar algoritmda juda tez tarqaladi. Bir nechta minglab odam ko'rishi mumkin. Eng zo'r strategiya qisqa rolikni bir vaqtda 3 ta platformaga joylashtirish. Zenga, YouTube'ga, TikTok'ga. Masalan, TikTokda ishlayotgan bo'lsangiz ham bu kontent 3 platforma 3 marta ko'rinish bo'ladi. Qisqa rolik qancha uzun bo'lsin, 30 soniyadan 3 daqiqagacha ideal. Undan ortig'i bo'lmaydi. Yaxshi do'stlar, endi hammasi yaxshi deb oydinlashdi deb o'ylayman. Keling, xulosa qilib qaysi format nima uchun kerakligini men sizlarga aytib o'tib ketaman. Maqola asosiy daromad. Haftada, ya'ni kunda desa ham bo'ladi, kunda ikkitadan, eng kamida ikkitadan maqola joylashtirib boring. Post, faollik va e'lon uchun. Video obunachi jalb qilish uchun, qisqa rolik, keng auditoriya haftada 2-3 ta platformagacha olishi mumkin. Eng muhim eslatma, endi bugungi eng muhim eslatmamizdan biri bu monetizatsiya uchun shart. Ya'ni 30 kun ichida obunachidan eslab qoling, 30 soat o'qish kerak. Bu nafaqat maqola va post orqali yig'iladi. Shuning uchun maqolaga ustuvorlik bering. Ya'ni maqolangiz qanchalik yaxshi bo'lsa, maqolangiz qanchalik kuchli bo'lsa, tezroq soatingiz yig'iladi. Masalan, ular o'qiydi, ozgina bir boshida o'qiydi-da, siz maqolangiz yaxshi chiqmagan bo'lsa, tashlab ketadi, o'qimaydi, oxirigacha o'qimaydi. Buni Zen hisoblamaydi. Do'stlar, endi nazariy qismidan amaliy qismiga o'tamiz. Ya'ni bugun maqolalarni umuman hamma narsasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni nisha tanlaymiz, ko'ramiz, nishalarni analiz qilamiz. Ko'rib turibsizlar, bu Zen.ru sayti, mana ekranda mana shu Zen.ru sayti. Ko'rib turibsizlar, bular maqola, mana statiya degan bo'limni ochib bosamiz. Mana shu statiyadan katalog temani bosamiz. Mana o'zi bu yerda juda ham ko'p. Mana politika, общество, ekonomika, sport, путешествие, kultura, образование, nauka, yeda juda ham zo'r. Mana shu yeda qismi juda ham zo'r nisha hisoblanadi. Bittasini bosib ko'ramiz. Ya'ni to'rt qismini. Mana ko'rib turibsizlar, maqolalar juda zo'r o'qiladi. Bu ovqat nimasi, temasi bu YouTube'da ham juda ham ko'p ko'radi. Ayniqsa ayollarimiz juda ko'p ko'radi. Juda ajoyib yo'nalish, ovqat yo'nalishi hisoblanadi. YouTube'da umuman hamma, TikTokda, boshqa Instagramda juda ham ko'p joylarda ayniqsa ovqat yo'nalishi bu birinchi o'rinda deyarli desa ham to'g'ri bo'ladi. Ayniqsa ayollar auditoriyasida bu juda katta bir auditoriyaga ega yo'nalish hisoblanadi. Yana statiyani bosamiz. Bu yerdan temalarni tanlaymiz. Sizlarga maslahat beraman, boshlanishiga mana shu raskaz istoriya yo'nalishidan boshlaganingiz ma'qul, chunki juda ko'p nimalar hikoya o'qish yaxshi ko'radi. Ruslar, masalan, rus tili auditoriyasidagi insonlar juda ham ko'p hikoyalarni kechqurun ishdan kelib, charchab o'tiradilar. Dam olib o'qib, yotib dam olgisi keladi. To'g'risini aytaman, mana shu raskaz istoriya yo'nalishi sizni tezroq nimalarga olib chiqishga harakat qiladi. Ya'ni monetizatsiyaga tezroq ulanishga yaxshi yo'nalish hisoblanadi. Men aynan shu yo'nalishda ishlayman hozir ham. Semeyniy dramani ochamiz. Mana semeyniy drama. Mana ko'rib turibsizlar, raskaz istoriya, statiya bo'limini ochamiz. Mana ko'rib turibsizlar 29 ming. Boya 1000 ta odam hisoblovdikmi? 250 rubl. Endi shuni hisoblaymiz. Mana shu narsa maqola bitta o'zi qancha topganini, ya'ni bitta maqolani o'zi nechta pul topganini biz hisoblab beraman. Kalkulyator ochamiz. 29.175 ta o'qilibdi. 29.175 ta ko'paytiramiz 5 ga. Do'stlar, mana shu maqolamiz o'zi 140 buni 100 ga bo'ladigan bo'lsak agar. Hop. Ya'ni mana shu maqolani o'zi 1458 rubl ishlagan ekan. Buni 1458 rubl bitta maqoladan. Bu odam men hozir kanalini ochaman. Nechta maqola chiqaradi? 1 soatda, 4 kunda bir haftada juda kam chiqaradigan maqolani, balki oldin ko'proq chiqargan bo'lishi mumkin. Agar kuniga ikkitadan maqola chiqarsangiz, 1,5 ming rubldan topsa ham 3 ming rubl bo'ladi. Bir oyda 90 ming rubl, ya'ni bitta kanal o'zidan 90 ming rubl topishingiz mumkin degani. Bitta kanal o'zidan. Shunaqa kanaldan 5 ta ochib bo'lsangiz, bu 450 ming rubl. Agar buni 450 ming rublimiz to'g'risi 450 ming rublimiz 130 so'm bizga kerak menimcha.
Bu degani bitta bir oylik sizni 5 ta kanaldan daromadingiz 58 millionga yaqin pul bo'lar ekan. 58 million bir oyda topishingiz mumkin. Agarda 5 ta kanalingiz haqiqatan ham juda ham zo'r o'qilsa. Shunaqa yo'nalish bu Zen ajoyib yo'nalish. Ana endi yana bir narsa, men bitta nimani ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Buni linkini Telegram kanalimda, men pastda Telegram kanalimni ko'rsataman. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Juda ajoyib nisha mana yo'nalish, ya'ni haligi sayt. Bu yerdan siz nisha tanlashingiz mumkin mana. Bu yerda promptlarni yozishingiz mumkin. Mana bu yerdan eng nimalarni poisk nishani bosamiz. Bu hozir qandaydir nima so'rayapti. Lekin bu yerdan chiqib keladi. Mana shu kanal Zen haqida mana ko'rib turibsizlar. Mana shu Zenni hozirgi holatidan hammasini chiqarib beradi bular. Qaysi nisha bu nechta o'qilyapti, hammasini mana shu yerdan chiqib keladi. Mana ko'rib turibsizlar. Birinchi o'rindagi mana 34.9 million ta o'qilgan mana shu kanal. Bu yerdan qidirishingiz ham mumkin o'zingiz. 30 kun ichida eng zo'r hozirgi o'qilayotganligi bo'yicha mana chiqib keladi 30 kun ichida. Podpischigi bo'yicha birinchi o'rinda Zenda hozirgi kunda men Sargrad degan kanal ekan, mana nechta kanali bor ekan? 2.669.318 ta. 34.863.037 ta. Publikatsiyalari 3.673 ta publikatsiya chiqarib shuncha narsaga erishibdi bu. Zenda ochib ko'ramiz buni. Mana ko'rib turibsizlar, 2 million, salkam 3 millionga yaqin obunachisi bor ekan. Juda ham katta. U maqolasi 13 minut ichida 133 ta, 13 minut ichida 157 ta. Bu kuniga bu nima? 19 minut. Bu kuniga bilmayman, nechtadan qo'yar ekan kuniga. Voy. Bu kuniga hozir 1 2 3 1 2 9 12 15 18. Bu 1 soatda 18 ta qo'yar ekan. Bu degani 10 soat qo'ysa ham 180 ta, kuniga 100 ta, 200 ta maqola joylar ekan. Juda ham ko'p. Malades. Agar bittasi shuni otib bersa, kuniga masalan 10 tasi o'qilsa, 20 mingdan, 30 ming, 100 mingdan o'qisa, bu kanal juda katta o'qiladi bu. Bu nimani tashlab qo'yaman Telegram kanalimga. Bemalol kirib, mana bu yerda analizlarni qilishingiz mumkin. Mana bu yerda hammasi chiqib keladi. Upakovka kanal. Mana shu tarif bor. Men hozir nimam tugab qolibdi. Mana yerda nishalarni qidirishimiz mumkin edi. Menimcha uzgan. Uzibdi, polni dasturni. 3990 rubl ekan. Bu ishlayotgandi, bilmayman. Pul qilib qo'yishibdi, lekin bepul edi bu. Ko'rib turibsiz, mana shu yerda poisk nishasi, nishalarni eng 849 ta nisha mana hammasini chiqarib berardi. Agar kimda kim ishlatmoqchi bo'lsa, men tashlab qo'yaman. Bemalol kanallarni analiz qilib, hammasini ishlatish mumkin mana. Bu yerda nima imkoniyatlar bor? Xo'p, AI da ishlasa bo'lar ekan. Kuniga masalan har xil nimalardan AIdan ko'ra bitta to'plagan bu yerda hamma AI xizmatlarini mana statiyaga yozdirsa bo'ladi. Bu saytda o'zi statiya yozdirsa bo'ladi. Ya'ni cloud orqali chaqirib beradi. Statiya yozib beradi o'zi. 3900 rublimiz taxminan 4000 rubl deylik. 4000 rublimiz hech pul bo'ladi oyiga. 4000 ko'paygan 130. 520 ming so'm bo'lar ekan. Agar buni 10 kishi sotib olib bitta profilda ishlatadigan bo'lsa 52 ming so'mdan tushadi. Juda ham zo'r bu nima? Sayt hamma nishalaringizni birinchi o'ringa chiqarib beradi. Ya'ni qaysi nishadan boshlashingiz, nimalardan boshlashingiz hammasini ko'rsatib beradi mana shu joyda. Ya'ni avtomatik analitika qilib beradi, o'zi analitika qilib beradi hammasini. Do'stlar, bugungi sizlarga ko'rsatadigan narsam shular edi. Xudo xolisa, keyingi darsda amaliyot darslariga o'tamiz. Ya'ni biz birinchi Xudo xolisa maqolamizni yozishni o'rgataman sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham xursand bo'laman. Sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, men g'oyatda xursandman. Albatta Telegram kanalimga o'ting, podpiska bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.